Junsang. Sanxyuk. Junsang, qarzingni qachon berasan? Men sendan qachon qarz olgan edim? Xotirang yo'qotganding-a. Mayli, qo'yaver. Qarzim yo'q sendan. Jonsan, yaxshimisan jo'ra? 6 oy oldin qarz olganding, qachon qaytarasan? Men sendan qarz olmaganman. Xotirangni yo'qotganding-a sana. Bo'pti. Qarzim yo'q sendan. Ha Junsang, nima qidiryapsan? Eslolmayapman. Sen xotirangni yo'qotganding, ha? Mana lalakutakligida olarding har kuni. Bu qanaqasi? Ha bu yangi qadoqdagisi, xomashyosi chet eldan keltirilgan, namlikni o'tkazmaydi, allergiya chaqirmaydi, zo'r taglik. Mana shuni olasan. Menga yozib qo'ying. Eski qarzingni qachon berasan? Qanaqa qarz? Tir yo'q, bor olib ket. Shonga tegdi shu Junsanga. Qarzlaringni qachon berasanlar? Qachon berasanlar, aytlaring. Junsang nima bo'lyapti? Ko'rmaysanmi? Mana ular qarz olishgan bermayapti. Sen xotirangni yo'qotganding-ku, qanday eslayapsan? Men olganimni eslolmayman. Berganimni otni qashqasida eslayman. Kim berganini eslolmaydi? Aytgin menga, Sanxyuk. Shohruxxon yoniga kim yotadi? Yonida yotish 200 ming. Bo'ldi. 200 mingmi? 50 ming bersam bo'lmaydimi? 50 mingga xurragini emishmisan, ukajon. 75 ming pulim bor. Bo'pti, oyoq tomonda yotasan, davay kir. Menda karta edi. Karta bilan borib mirjalol emas bilan yotasan. Bo'y qol. Короче, men ketdim bundan. To'yingga ham. Nima bo'lyapti? Men bir kunga to'yga kelganman. Bilaman, Shohruxxon. Bizning maqsadimiz sen bilan ujin qilib, sen bilan yaqindan tanishishdi. Ketma, Shohruxxon. Aka, men bilan ujin qilmoqchi bo'lsangiz, Mobius kompaniyasini 5-yanvargacha Mazda yangi yil tarifiga ulanib, men bilan o'sha ujinni yutib olsangiz bo'ladi-yu. Shunday qilsa bo'ladimi? U tarifning ichida yana nima bor? Cheksiz qo'ng'iroq va megabaytlar. Shoxa. Shoxichka. Shohruh aka. Men chiroylimi yo asal chiroylimi? Ne? Shoh aka. Junsang.